Bugun yana bitta HP Victus oilasi vakili bilan yaqindan tanishamiz. Qolgan notebooklardan farqi esa ushbu notebookimiz to'liq kuchga ega bo'lgan Ryzen 5 ning 8-avlod prosessor. Notebookimizni qadoq tarkibi bilan tanishadigan bo'lsak, birinchi galda o'zining kichkina yo'riqnomasi va ikkita qismdan iborat bo'lgan bunaqangi pitanda kabeli chiqadi va notebookimizni o'zi. Va ko'rishimiz mumkin bo'lgan ancha jiddiy ko'rinishdagi, ya'ni to'q ko'k rang desa bo'ladi, ya'ni temniy siniy rangdagi bizani nima deydi, premium klassdagi xos bo'lgan dizayndagi, muhimi budjet narxdagi igrovoy notebookimiz hisoblanadi. Keling, buni texnik jihatlari bilan tanishib ketishdan oldin uni dizayni haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Barchaga tanish bo'lgan bo'lsa, markazga V joylashtirilgan, ya'ni Victus oilasi vakilligini bildirish uchun aytgancha ushbu notebook HP kompaniyasi tomonidan o'zi ishlab chiqarilgan. Victus buni bir oilasini turi hisoblanadi. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, pastki qismda bizda kullerlar o'rin olgan, ya'ni pastdan havoni oladi. Mana bu orqa qismidan havoni chiqaradi. Shuning uchun orqa qismini ozgina ko'tarib yoki birorta oddiy hozir kunda podstavkalar bor, shunaqa podstavkaga qo'yib ishlatsanglar, havo aylanishi ancha yaxshi bo'ladi ushbu notebookimizda. Aytgancha videoni oxirigacha ko'rsanglar, aynan Counter 2 da ham ushbu notebookimizni test qilib ko'rganmiz. Nima uchun ko'pincha Counter 2 da test qilyapsiz deb so'raydigan bo'lsak, juda ham ko'pchilik hozirgi kunda Counter 2 o'ynamoqda va notebooklarga hozirgi kunda yaxshigina nagruzka beradigan o'yin hisoblanadi. Podsvetkasi ham bor. Mana pastki qismida oq podsvetkasi bor, ya'ni kechqurun ishlaganinglarda ham ancha qulay ishlaysizlar va touchpadini markazga emas, sal chaproqqa joylashtirishgan. Bunga sabab esa aynan o'ng qo'l orqali touchpad ishlatgan paytimizda qo'limizni qo'yish uchun qaysidir ma'noda joy bo'ladi. Ya'ni touchpad o'zi kichkina ham emas, katta ham emas, ya'ni o'rtacha touchpadga ega. Ana endi notebookimizni texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, prosessorimiz bizda Ryzen 5 8645HS prosessori hisoblanadi. O'zi H to'liq prosessor degani bo'lsa, HS degani mana shu to'liq prosessorlarni xuddi H kabi ishlaydi, lekin unga qaraganda kamroq tok iste'mol qiladi, ya'ni shuni hisobiga ham kamroq qiziydi degani. Menga nima foydasi bor deydigan bo'lsangiz, misol uchun muntazam siz montaj qildingiz, eksport jarayonida notebook barcha kuchi bilan ishlagani uchun yoki o'yin paytida juda ham qizib ketishi mumkin. Ya'ni HS prosessorlari xuddi H kabi kuchda ishlaydi, lekin kamroq tok iste'mol qilgani uchun kamroq qiziydi. Bu degani batareykasini o'zi ham ancha ko'proqqa yetadi. Shuning uchun HS olsanglar, zaryadkasini oddiy ofis ishlarida ishlatgan paytingizda ham ko'proq ishlatishinglar mumkin degani. Tezkor xotirasi esa bizda DDR5 hisoblanadi, ya'ni 16 GB. Doimiy xotirasi esa oddiy M2 SSD emas, M2 NVMe SSD, ya'ni ancha tezroq ishlovchi SSD hisoblanadi. M2 ni o'ziga qaraganda 512 GB hajmdagi. Video kartasi esa hozirgi kundagi eng budjet video kartalardan hisoblanadi, ya'ni RTX 3050 6 GB. Muhimi esa displeyimiz bizda 144 Hz da ishlovchi 15.6 dyumdagi IPS matritsali displeyga ega. Yorug'ligi esa 300 kandela taqsim metr kvadrat, ya'ni montaj uchun ham, color uchun ham boshlang'ich darajada bemalol xarid qilishinglar mumkin. Istalgan hozirgi zamonaviy o'yinlarni eng kamida past nastroykada bo'lsa ham o'ynashinglar mumkin bo'ladi ushbu notebook bilan, aynan prosessori kuchli bo'lgani uchun. Undan tashqari grafik dizayn, SMM, ofis ishlariga bemalol xarid qilishinglar mumkin. O'zi notebook kuchini to'laqonli his qilish uchun boshqa o'yin notebooklari singari buni ham albatta tokka ulab ishlatishinglar kerak. Bo'lmasa bir, ikkinchi kurs bo'ladigan bo'lsa, uchinchi kursda faqat tokka ulagan paytda bizda ishlaydi, ya'ni to'laqonli kuchini o'sha payt namoyon qiladi. Montaj uchun esa ikkita, uchta kamerali bemalol Full HD montajlarni qilishinglar mumkin yoki 4K bitta kamerali montajni, ya'ni DaVinci Premiere Pro kabi dasturlarni ishlatishinglar mumkin. Ya'ni DaVinci uchun boshlang'ich bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Premiere Pro dasturi uchun esa o'rta darajadagi bizda notebook hisoblanadi. Misol uchun Instagram uchun Shorts, Reels bemalol montaj qilsanglar bo'ladi yoki o'zingizlarning YouTube kanalingiz uchun 15-20 minutlik kontentlarni ham montajini ushbu notebook orqali amalga oshirishinglar mumkin. Ekrani kichkinalik qilsa, marhamat, qo'shimcha
ekran ulab, hatto HDMI orqali ham 240 Hz gacha yoki Type-C orqali ulab, endi 340 Hz monitor ulaganda bunga foyda yo'q, sababi notebook o'zi Ctrl da ham low nastroykada, ya'ni past sozlamalarda 200-240 ishlab beradi. Shuning uchun bunga 340 ulashdan ham o'zi ma'no yo'q demoqchiman. Kolonkasini sal turib test qilamiz. Uni test qilishdan oldin portlari bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, bizda chap tarafda zaryadka uchun porti, bitta USB 3 va bitta universal mikrofon yoki naushnik uchun 3,5 mm audio jack joylashgan chap tarafda. O'ng tarafda esa bizda HDMI 2.1, bitta RJ45 LAN porti va yana bitta USB 3.0 va bitta Type-C portlari bor, ya'ni 5 gigabit sekundda ishlovchi. Qolaversa rasmiy ma'lumotni inobatga oladigan bo'lsak, Type-C orqali video tasvirni ham uzatishimiz mumkin ekan, ya'ni boya aytganimdek, Type-C orqali monitorga ham ulashishinglar mumkin bo'ladi. Muhimi, chiroyli o'zini podsvetkasi, qulay joylashtirilgan klaviaturalari, rus tili harflari o'rin olgan podsvetkasi bor, kerakli bo'lgan portlariga ega va displey ham bizda 144 Hz da ishlovchi IPS bo'lgani uchun, marhamat, budjet narxdagi notebooklar orasida Victus'ni ko'pchilik bilishadi. O'zi ajralib turadigan, nima deydi, me'yorida chiqqan notebook desak bo'ladi. 24 talik 200 Hz da ishlaydigan, muhimi javob berish vaqti 0.5 aytgancha ushbu notebookimiz Dolby Atmos'ni ham qo'llab-quvvatlar ekan. Bu degani stereo ovoz ham ancha yaxshi sifatli chiqishi kerak degani eshitib ko'ramiz. 5 millisekundni tashkil qiluvchi mana MSIdan Mac 244F deb nomlangan monitorni taklif qilamiz va bugun aynan mana shu monitor haqida video tahlilimizni boshlaymiz. Birinchi galda har doimgidek monitorim nima deyishim mumkin, hozir misol uchun YouTube ko'rishinglar, kino ko'rishinglar uchun ancha yaxshi o'zini sifatli kolonkasiga ega ekan, ya'ni ovoz bitta joydan emas, ya'ni har xil joydan boshqacha eshitilyapti, ya'ni ozgina bo'lsa o'sha Dolby Atmos'ni his qilib ko'rishinglar mumkin. Ya'ni bu degani dahshatli kolonkasiga ega degani emas. Ya'ni shunchaki o'rta toifadagi notebooklarga qaraganda, men to'g'risini aytaman, ovozining sifati yaxshiroq. Ya'ni ikkita dinamikni yonib yopsam ham ovoz chiqyapti, ya'ni haqiqatan Dolby Atmos'ni qo'llab-quvvatlayotgan. Bas haqida gapiradigan bo'lsam, o'rtaga yaqin sifatda, ya'ni past-chastlar juda ham zo'r mazzaqilarni, baslarni eshitishingiz mumkin deya olmayman. Muhimi o'zini govdasiga nisbatan ancha yaxshiroq bo'lgan kolonkalar bilan jihozlangan ekan. Men ba'zi bir qimmat notebooklarni ham men obzor qilib ko'rgandim. Ularning ovozi buni yarmida ham kelmaydi, lekin vaholanki ularning narxi ancha bundan 2 barobar qimmat. O'zining narxiga nisbatan ancha-muncha sifatli kolonkaga ega, ishdan kelgan paytida bemalol kino, serial, YouTube'larni ko'rishinglar, Ctrl 2 kabi o'yinlarni ham o'ziga yarasha 144 Hz da mazza qilib, hatto o'ynashinglar mumkin bo'lgan notebook hisoblanadi. Notebook olsam tez qizib ketadi, tez buzilib qoladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bunaqa deb o'ylamang. Bemalol o'ynashinglar mumkin har kuni 2-3 soatdan kamida. Shunchaki notebook olgandan keyin 1 yilda bir marta uni ochib, profilaktika qilib turish kerak bo'ladi. Ya'ni terma pastasini va changlardan tozalab tursanglar, bo'ldi. O'zi notebook ishlatishning ham unaqangi katta muammoli joyi yo'q. Ayniqsa siz endi ko'chib yuradigan bo'lsangiz yoki sizga shunchaki notebook ishlatish qulay bo'lsa, marhamat xarid qilsanglar bo'ladi. Ya'ni notebook olishdan cho'chimang demoqchiman.
Marhamat, ushbu noutbukingiz yoqqan bo'lsa, Edge Computers do'konlari orqali xarid qilishingiz mumkin. Sizlar bilan esa keyingi video tahlilida ko'rishguncha. Qaytgancha siz qanaqa noutbuk ishlatasiz? Kommentariyada yozib keting. Bu biz uchun albatta qiziq.